Ijtimoiy tarmoqlarda autizm haqida turli fikrlar, ma'lumotlar juda ham ko'p. Lekin hammasi go'yo ota-onalarni qo'rqitishga yo'naltirilganga o'xshaydi. Bugun esa biz siz bilan oxirgi isbotlangan ma'lumotlarga suyangan holda autizm haqida gaplashamiz. Autizm o'zi nima? Bolalarda bu qanday ko'rinishda keladi? Autizmning haqiqatan ham 6 ta turi bormi? Va ABA terapiya autizm tashxisli bolani robot qilib qo'yadimi? Shu haqida batafsil gaplashamiz. Hammaga assalomu alaykum. Men ismim Muslima Shukurovayevna. 6 yillik tajribaga ega logoped defektolog ABA terapistman. Hozirgi kunda Я говорю korreksion markazi asoschisiman. Videoni boshlashimdan oldin unga like bosib, sahifamga obuna bo'lishni unutmang, sababi keyingi videolar uchun bu menga katta motivatsiya rolini o'ynaydi. Autizm o'zi nima? Ko'pchilik o'ylaydi, autizm bu kasallik yoki qandaydir sindrom deb o'ylashadi. Aslida autizm bu neyro o'ziga xoslik, ya'ni neyro отличие. Biz siz bilan neyrotipik insonmiz. Bizda sezgi organlarimiz, bosh miyamiz tashqi olamdan kelayotgan ma'lumotlarga xos odatdagidek reaksiya bildiradi. Lekin autizm tashxisiga ega bolalarda yoki insonlarda bu tashqi olamdan kelayotgan informatsiyani обработка qilish, ya'ni qayta ishlash va reaksiya bildirish biroz o'zgacha namoyon bo'ladi. Shuning uchun ular bizdan farqli ravishda neyro o'ziga xos deb ataladi. Bolada agar autizm kuzatilayotgan bo'lsa, bu belgilarni biz uni erta yoshidanoq sezishimiz mumkin. Ba'zi manbalarda bolada 1-1,5 yoshda seziladi desa, so'nggi tadqiqotlar bolada hatto 6 oylikdan boshlab biz autizmni sezishimiz, kuzatishimiz mumkin deb keltiriladi. MKB-11, ya'ni Xalqaro kasalliklar klassifikatsiyasi 11-bobi bo'yicha autizmni ko'rinishlari, ya'ni autizmda asosan bolalarda ikkita rivojlanish jabhasi, sohasi muammoli, ya'ni buzilgan bo'ladi deb keltirilmoqda. Biz bilamiz, odatda autizmda kommunikatsiya va ijtimoiylashuvda muammolar kuzatiladi. Bu oddiy, sodda tilda tushuntiradigan bo'lsak, bolada boshqa insonlar bilan muloqotga kirishishda muammolar kuzatiladi. Ya'ni kichkina yoshli bolajonlarimizda ko'z kontakti bo'lmasligi, ismiga reaksiya bildirmasligi, hamkor o'yinlarini o'ynamasligi, qo'shma diqqatni yo'qligida namoyon bo'lishi mumkin. Belgilar haqida biz yana bafurja gaplashamiz. Bundan tashqari bolalarning xulq-atvorida o'ziga xos o'zgarishlar kuzatilishi ham mumkin. Bu esa stereotip harakatlar yoki bir xillikka o'rganib qolish, qiziqishlarni cheklanishi bilan namoyon bo'ladi. Va yana bir soha bu nutq. Ko'pchilik insonlar orasida shunaqa fikr bor, autist bolani nutqi bo'lmaydi deb o'ylashadi. Lekin bu xato fikr. Yer yuzidagi jamiki autistlarni oladigan bo'lsak, ularning bor yo'g'i 30%gina noverbal hisoblanadi, ya'ni nutqsiz. Shunday bo'lsa-da, ular umuman gaplashmaydi degani emas. PEX alternativ kommunikatsiya vositasi orqali, PEXlar yoki jestlar orqali ular ham muloqotga kirishadi. Qolgan foizi esa albatta gaplashadi. Faqatgina muloqot cheklanganligi yoki muloqot alternativ boshqa usullar orqali amalga oshirilishini kuzatishimiz mumkin. Endi esa bu atamalar haqida biroz chuqurroq gaplashsak. Bilaman, ba'zida onajonlar ko'rgimga kelishadi va bolamga ras qo'yib berishdi, bolamda autizm emas ekan deyshadi. Yokida ba'zida mutaxassislardan ham hatto eshitaman, ras bilan autizmni ikki xil tashxis deb o'ylashadi. Aslida bu noto'g'ri. Autizm atamasi xalq tilida va eski manbalarda ko'proq keltirilgan eski kitoblarda. Hozirgi kunda bu tashxislar расстройство аутистического спектра, autism spectrum disorder deb keltiriladi. Ya'ni bir kamalakni oladigan bo'lsak, autizm belgilari ana shu kamalak ichida bo'lsa, autizm spektri degani bitta bolada shu kamalakning ichidan qaysidir ranglar bor. Boshqa bolada esa kamalakning ichidagi boshqa ranglar bor degani. Bu bilan ikkita bola ikki xil tashxisga ega bo'lib qolmaydi. Yoki ikkita bola bittasi og'irroq, bittasi yengilroq bo'lib qolmaydi. Ikkalasi ham autist, faqatgina autizm ikkalasida ikki xil namoyon bo'ladi. Eng muhim qoida ijtimoiylashuv, kommunikatsiya va xulq-atvordagi muammolar. Mana shu muammolar bolani autist qilib turadi. Qolganini davomida gaplashamiz. Keling endi erta yoshda onajonlar va mutaxassislar e'tibor berish kerak bo'lgan belgilar haqida gaplashib o'tamiz. Yuqorida aytganimizdek, kommunikatsiyada muammolar bo'ladi dedik. Kommunikatsiya bolada qachon rivojlanadi? Bilamiz, 6 oylikdan boshlab bola onasini tanishni boshlaydi. Onasiga, adasiga reaksiya bildirishni boshlaydi. Adasi ko'targanda, oyisi ko'targanda xursand bo'ladi. Lekin boshqa insonlardan qo'rqishni va qochishni boshlaydi. Bu mutlaqo norma. Ba'zida qarindosh-urug'lar bilan yig'ilganda, "Voy, sani bolang odamovi bo'lib qolganmi? Buncha odamlardan qo'rqadi, qochadi" deyshadi. Yo'q, bu noto'g'ri. Aslida bola qo'rqish kerak va qochish kerak. 6 oylikdan 1 yoshgacha bo'lgan bolalarimiz beginalardan qochishi, begina joylardan qo'rqishi,
begona taksiga chiqib qolganda o'zini noqulay his qilish kerak va bu rivojlanish normasi hisoblanadi. Agar biz bolada shunaqa narsani kuzatmasak, na oyisiga, na begona insonga reaksiya bildirmayotganini ko'rsak, biz buni red flag, ya'ni qizil bayroq sifatida qabul qilishimiz kerak. Yana bir muhim narsa, 1 yoshga yaqin bolajonlarda ismiga reaksiya shakllanadi. Masalan, deylik, 1 yoshga yaqin siz farzandingizni har doim ismi bilan chaqiradigan bo'lsangiz, shu ismiga bolada reaksiya shakllanadi. Agar bolani uyda ismi bilan chaqirilmasa, boshqacha asalim, po'mpalog'im, toychog'im, qo'chqorim deb chaqiriladigan bo'lsa, tabiiyki unda ismiga reaksiya shakllanmaydi. Shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Hozir men gapiradigan belgilar va yuqorida gapirib o'tgan belgilar yakka holatda keladigan bo'lsa, bolani autist qilib qolmaydi. Buning uchun kompleks har bir belgi birgalikda kelishi kerak va albatta bolalar psixiatr va nevrologlar tomonidan diagnostika o'tkazilishi kerak. Men esa bor yo'g'i sizga red flaglar haqida gapirib beryapman. Keyingisi bu kommunikatsiyadagi muammolar. Kommunikatsiya birinchi o'rinda ko'z kontaktidan rivojlanadi. Biz bilamiz, oyisi qani oyisi deb hali 1 yoshga to'lmagan bolaga aytsak, oyisini ko'rsatadi. Ko'rsatkich barmog'i bilan bo'lmasa ham ko'zi bilan oyisini qidirishni boshlaydi. Adasi qani adasi desa, xuddi shunaqa ko'zi bilan adasini qidirishni boshlaydi va ko'rsatadi. Hattoki 3 oylik bolamizni tepasiga kelib, o'yinchoqlar ko'rsatsak, o'yinchoqlarga reaksiya beradi. Onasi yoniga kelsa, onasiga yana ham xursand bo'lib, reaksiya bildirishni boshlaydi. Ya'ni bolada sizga bo'lgan talpinish, hamkor diqqatni, hamkorlik o'rnatishni muammoli bo'lishini ham kuzatamiz. Ba'zida bolalarda agar biz uni diqqatini nimadirga jamlamoqchi bo'lsak, nimadirga qaratmoqchi bo'lsak, ana qush uchib ketyapti, ana mushuk ketyapti desak, normada rivojlanayotgan bola darrov shu narsaga e'tiborni qaratish kerak. U qidiradi mushuk qayerda ketayotganini. Lekin autizm spektridagi bolalarimizda mana shunaqa qo'shma diqqatni yo'qligini kuzatamiz. Bu ham asosiy belgilarimizdan biri hisoblanadi. Keling endi ijtimoiylashuv haqida gaplashsak. Biz bilamiz, normada rivojlanayotgan bolaga 1 yoshdan keyin dodasini ko'rsak, qani dodaga assalom qilchi desangiz, 1 marta aytasiz, 2 marta aytasiz, 3-marta aytasiz, assalom qil o'g'lim desangiz, o'zi qo'lini ko'ksiga qo'yishni boshlaydi, assalom qilishni boshlaydi. Lekin ijtimoiylashuvdagi asosiy muammo ham shundaki, biz autizm spektridagi bolalarga 1-2 marta aytganimizdan keyin ular olib olishmaydi. Va aynan shu assalom, paka-paka, rahmat kabi jestlarni bolada shakllanmasligini kuzatamiz. Oddiy bola 1-2 marta aytganingizda olib oladigan narsani bu bolajonlarimizga mashg'ulotlarda etapma-etap o'rgatishimizga kerak bo'ladi. Keyingisi, biz yuqorida aytganimizdek, xulq-atvorda muammolar bo'ladi dedik. Xulq-atvordagi muammolar ko'proq stereotip xatti-harakatlar bilan namoyon bo'ladi. Stereotip harakatlarning turlari, bir nechta turlari mavjud. Ulardan bir qanchasini gaplashib o'tamiz. Bundan tashqari, ba'zida onajonlar bizga shikoyat qilishadi. Bolam kiyinib yechinishni yomon ko'radi, tirnog'ini olishni yomon ko'radi, sochini oldirsa yoqtirmaydi, cho'miltirsam yoqtirmaydi yoki baland ovozlarga qulog'ini yopishni boshlaydi deyshadi. Bu narsalar ham red flag bo'lishi kerak. Nimaga? Sababi autizm spektridagi bolalarimizda giper yoki giposezuvchanlik kuzatiladi. Aynan sensor, atrofdan kelayotgan sensor ma'lumotni obработка, qayta ishlashga va shu ma'lumotga reaksiya bildirishga bolajonlarimiz qiynalishadi. Shuning uchun ularga tashqaridan kelgan har qanaqa shovqin, o'ta yorug'lik, sochini oldirish, taktil yoqimsiz jarayonlar ularda kuchli reaksiya bilan namoyon bo'ladi. Va eng oxirgisi bu nutqdagi kamchiliklar. Ko'pincha biz kuzatamiz, onajonlar farzandlarini 3 yoshda olib kelishadi va asosiy shikoyatlari bolam gapirmayapti bo'ladi. Ha, bilamiz, bolaning nutqi bu yaqqol ko'zga ko'rinadigan belgi hisoblanadi. Lekin autizm spektridagi bolajonlarimizda har doim ham nutq bo'lmaydi emas. Ba'zida exolaliya kuzatilishi mumkin. Ba'zida bu bolajonlarimiz gapiradi, lekin o'zini 3-shaxs sifatida gapiradi. Muslima yeydi, muslima ichadi, muslima boradi kabi o'zini 3-shaxsda gapirishi ham mumkin. Bu ham bir belgilardan hisoblanadi. Lekin aksariyat holatlarda biz nutqni kech qolishini kuzatamiz va shu shikoyat bilan bolajonlarni birlamchi diagnostikasini boshlaymiz. Yana bir ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan narsa bu autizm spektridagi bolajonlarimizni kun tartibi o'zgarib qolishi. Kun va tunni yo'qotib qo'yishadi, kun tartibi o'zgarib qoladi, tunda uyg'onib olib, xona bo'ylab yugurib yurishi, o'zidan o'zi kulishlari, xona bo'ylab o'yinchoqlarni yoyib o'ynab yurishlari kuzatiladi va kun davomida uxlaydi. Tunda birdaniga turib olib, shunaqa xatti-harakatlar bajarishadi. Bu ham ularning neyro rivojlanishi o'ziga xosligidan dalolat beradi. Yana bir belgilardan biri bu maqsadli o'yinni yo'qligi. Aynan 1,5-2 yoshdan boshlab bolalarda, normatipik bolalarimizda o'yinchoqlar
qo'shiqlarni maqsadli o'ynash shakllanadi. Ular endi mashinani shunchaki bir-biriga urishtirib emas, bip qilib o'ynashadi. Qo'g'irchoqlarni o'tkazib qo'yib ovqatlantirishadi. Oysini kosmetika vositalarini olib, yuzlariga surkab, hamma yoqqa bejab tashlashadi va shu orqali ular xolakasini o'ynayotgandek bo'ladi. Izohlarda yozib keting, sizni ham farzandingiz shunaqa qilganmi? Xullas, autizm spektridagi bolalarimizda aynan shu jarayonni biz ko'rmaymiz. Aynan shunaqa ularda maqsadli o'ynash bo'lmaydi. Ba'zi bolalarimiz o'yinchoqlarni bir qatorga yig'adi. Ba'zilari yaxshi ko'radi, ag'darib, balonini, aylanayotgan narsalarni tomosha qiladi. Bu ularni qiziqishlarini cheklanganligidan dalolat beradi. Ba'zilari yoqtiradi, kir moshina aylanayotganda tinmay atrof yoniga kelib ro'parasida tomosha qilib o'tiradi. Ba'zilari esa shu radiotexnika, kompyuterlar bo'ladimi, shunaqa kolonkalarning tepasiga kelib olib bir nimalarni qidiradi, bir nimalarni to'g'irlashga harakat qiladi va mana shu ularni qiziqishlarini cheklanganligidan dalolat beradi. Biz bu belgilarni faqatgina kichkina yosh bolalarda kuzatmaymiz. Biz bu belgilarni katta yosh bolalarda ham kuzatamiz. Asosiy 1 yoshgacha va 1,5 yosh oralig'ida bolada namoyon bo'lishi mumkin bo'lgan belgilar haqida gaplashdik. Bularni qanday test qilish va qanday test usullari borligini video davomida bilib olasiz. Hozir esa autizmning turlari haqida gaplashmoqchiman. Biz bilamiz, barcha bizning kitoblarimizda, universitetlarda autizmning 6 ta turi bor. Asperger, Kanner, atipik autizm, Reta va hokazo turlari bor deb bizga o'qitishgan. Shaxsan o'zim ham shu kitoblarni o'qib tahsil olganman. Lekin hozirgi kunga kelib rivojlangan davlatlar bu atamalardan voz kechdi va ular yangi turlash usulini kiritishdi. Hozirgi kunda autizm 3 taga bo'linadi. Autizmni turiga qarab emas, darajasiga qarab biz autist bolalarni bo'lib olamiz. Ya'ni birinchi darajasi bu yordam talab etiladigan. Bu bolajon verbal bo'lishi mumkin, intellekt jihatdan tengdoshlarga yaqin bo'lishi mumkin, lekin baribir yordamga muhtoj. Biz bu bolalarni oddiy ommaviy bog'cha va maktablarga qo'shsak, oddiy jamiyatga qo'shsak, ular tengdoshlar kabi katta bo'ladi, kasb egallaydi, o'qiydi, oila quradi. Faqatgina ularni autist qilib turadigan narsa yuqorida aytganimdek muloqotda tashabbus ko'rsata olmasligi, sensor o'ziga xosligi va ijtimoiylashuvdagi muammolari uni autist qilib turadi. U 5 yoshida ham autist, 35 yoshida ham autist. Faqatgina uni o'shaqa stereotip harakatlari kamayadi va intellekt jihatdan o'qib, izlangani, o'z ustida ishlagani va bola bilan rivojlantiruvchi mashg'ulotlar olib borilgani sabab u tengdoshlariga yetib oladi. Ikkinchi darajasi bu sezilarli yordam talab etiladigan bolajonlarimiz. Ba'zida bu bolalarimizda nobop xulq-atvorini ko'proq kuzatilishi namoyon bo'ladi. Bularda intellekt rivojlanishi tengdoshlardan pastroq bo'lishi, intellektual rivojlanishi o'ziga xos bo'lishi mumkin. Demak, biz nimani xulosa qilib tushunishimiz mumkin? Aynan shu ikkinchi daraja va birinchi darajani oladigan bo'lsak, birinchi darajaga biz kamroq yordam bersak ham, u ijtimoiylashuv yaxshi bo'ladi. Biz ko'proq tengdoshlarga qo'shishimiz kerak. Biz ko'proq bu bolani jamiyatga qo'shib, oddiy insondek hayot kechirishi uchun sharoit yaratishimiz kerak. Ikkinchi darajadagi bolajonimiz ham xuddi shunaqa, faqat unga ko'proq korreksiya kerak. Ko'proq mutaxassislarning yordami kerak. Shuni natijasida biz uni ham sog'lom bolalar muhitiga, oddiy ommaviy bog'cha va maktablarga qo'shsak bo'ladi. Ba'zida bu darajalarni nutq bor va yo'qligi bilan ham ajratishimiz mumkin. Ikkinchi darajada bolalarimiz ko'proq PEX alternativ kommunikatsiya vositalari orqali muloqot qilishadi. Muloqoti cheklangan bo'lishi va intellekti bir muncha tengdoshlardan orqada bo'lishi ham mumkin. Uchinchisi, bu juda katta yordam talab etiladigan rast bolalarimiz. Bularda biz yordamni jiddiy berishimiz kerak bo'ladi. Sababi bularda aqli zaiflik bilan qo'shilib kelishi, ya'ni intellektualniy недостаточность deymiz. Aqliy rivojlanishi bir muncha tengdoshlardan orqada qolishi kuzatiladi. Bular asosan noverbal, asosan intellekt rivojlanishi orqada va asosan shu sensor buzilishlari ko'p bo'lganligi uchun ular o'ziga yoki atrofdagilarga xavf uyg'otishi mumkin. Shuning uchun biz bu bolalarni oddiy ommaviy bog'chalarga qo'shmaymiz. Ular maxsus bog'chalarda va maxsus maktablarda ta'lim olishadi. Ikkinchi darajadagi bolaga biz tutor orqali yoki nutqi bor yoki yo'qligiga qarab bo'lmaymiz. Biz ularga ko'rsatiladigan yordamni qay darajada ekanligiga qarab bo'lamiz. Avvallari visokointellektualniy, niskointellektualniy yoki o'sha Asperger, Kanner deb belgilangan. Hozir unaqa emas. Hozir biz ularni turga bo'lsak, o'sha ikkita Asperger tashxisli autistni qo'ysak ham ikkalasi ikki xilligi namoyon bo'lyapti. Yoki 3 ta Kanner sindromli rassi qo'yadigan bo'lsak,
Uchalasi 3 xil. Shuning uchun biz ularni bu A klassifikatsiya, bu B klassifikatsiya deb ajrata olmaymiz. Biz ularga kerak bo'lgan yordamni qay darajadaligiga qarab ajratishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Bundan tashqari hozir zamonaviy terminologiyada meltdown deyilgan atamamiz bor. Meltdown degani bu bolada birdaniga paydo bo'ladigan isterika, agressiv holat. Bu birdaniga paydo bo'lib qolmaydi. Bu ko'pincha o'sha sensor ma'lumotni bosib kelganda ichida sensor ma'lumot ko'payib ketdi yoki deylik zo'riqish bolada bo'ldi, agressiya ichida kuchaydi va o'zini emotsiyasini qanaqa ochib berishni bilmagandan keyin bolada portlash bo'ladi. Bu portlash paytida u visokointellektualniy bo'lsin yoki deylik o'sha intellekti baland, biz qo'yganimizdek Asperger yoki atipik autist bo'lsin yoki intellekti past autist bo'lsin, kuzatuvlar natijasida shu ma'lum bo'lyaptiki, intellekti baland autistdan va intellekti past autistdan ikkalasi meltdown paytida bir xil o'zini xulqini tutyapti. Masalan deylik, bir xil o'sha yerga o'zini otib yig'laydi, o'zini tishlaydi, atrofdagilarni uradi. Shunaqa meltdown paytida deylik. Endi biz agar bu bolani yo'q, bu visokointellektualniy edi deb ajratib qo'yadigan bo'lsak, lekin meltdown paytida u o'zini sezilarli yordamga muhtoj boladek tutyapti-ku. Unda biz uni intellektiga qarab ajratishimiz noto'g'ri bo'ladi degan tadqiqotlar shunaqa xulosaga kelib, shunaqa 3 ta darajaga bo'lishga qaror qilishdi. Bu DSM-5 bo'yicha. Ya'ni bu Amerika, Kanada va boshqa rivojlangan davlatlarda kiritilgan tizim bizga endi kirib kelyapti. Shuning uchun meni ma'lumotlarim sizga boy, men bunaqa narsani eshitmadim deyishingiz mumkin. Agar siz chet elni xalqaro ilmiy jurnallarini bilsangiz, shunaqa ma'lumotlarni qidirib ko'rishga imkoningiz bo'lsa, обязательно o'qib, bu haqida chuqurroq izlanib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Ayniqsa agar siz logoped defektolog bo'lsangiz. Ana endi biz bu bolalarda ko'pincha kuzatiladigan stimminglar haqida gaplashamiz. Ko'p onajonlar va ko'p mutaxassislardan kelib tushadigan menga murojaat, bu stimminglarni nima qilish kerak? To'xtatish kerakmi? Stimming qilayotganda bolani cheklash kerakmi? Qo'lini boylab qo'yish kerakmi? O'zi stimming nima va nima uchun bola stim qiladi? Shu haqida gaplashamiz. Stimming o'zi bolalarda takrorlanuvchi xulq. Bola biror bir harakatni takror va takror bajaradi. Bu ko'pincha sensor dezintegratsiya, ya'ni sensor buzilishiga ega bolalarda ham kuzatiladigan holat. Faqat sensor buzilishi bor bola tashqi olamdan kelayotgan ma'lumotni qayta ishlash va reaksiya berishda kuchli nagruzkaga duch kelsa, sensor stimlar qilib o'zini tinchlantirib oladi. Bu sensor dezintegratsiya kuzatilayotgan bolalarda. Lekin autizm spektri buzilishi bor bolalarda bu narsa xulqdagi muammo hisoblanadi va ular shu orqali o'zini tinchlantiradi. Hozir ularni bir qancha turlari haqida gaplashamiz. Demak, birinchisi bu motor stimminglar qanaqa bo'ladi? Ko'pincha o'sha ras bolalarimizni kuzatishimiz mumkin. Qo'llar bilan flapping qilishadi. Bu kapalakka o'xshab. Kapalakcha qiladi, qo'llarini tomosha qiladi, qo'li bilan stereotip harakatlar qiladi. Bundan tashqari bo'lishi mumkin, qo'lini har xil holatga keltirib, shunaqa qiladi, barmoqlarini uchlarini tomosha qiladi, bunaqa qiladi. Juda ham ko'p turlari bor. Shunchaki biling, agar tanasi bilan harakatlar qilyaptimi, bu motor turiga kiradi. Keyingisi bu vizual. Ko'p bolalarimiz nimadirni tomosha qilishni yaxshi ko'radi. Yuqorida aytdim, aylanayotgan mashinani balonini tomosha qilishni, kir mashinani aylanayotganini tomosha qilishni yoki hatto o'sha qo'li bilan qanaqadir harakat qilib, qo'li bilan shuni tomosha qilishni yaxshi ko'radi. Ba'zida kuzatiladi, biror bir predmetni qo'yib aylantiradi bola va aylanayotgan joyda shuni tomosha qilib o'tirishni yaxshi ko'radi. Bu o'yinchog'i bo'lsin yoki uyingizdagi kastrulka bo'lsin, o'sha narsani aylantirib, aylanayotganini tomosha qilishni yaxshi ko'radi. Keyingisi bu vestibular stimlar. Vestibular stimlarda biz bolada nima kuzatamiz? Biz bolada tanasini aylantirishini kuzatamiz. Ko'pincha onalar aytishadi, bolam xursand bo'lib ketsa, o'zini o'q atrofida yugurib, aylanib yuradi deyshadi. Ha, to'g'ri, bunaqa narsalar ham, bunaqa xulq ham bolalarda kuzatiladi, lekin bu aynan shu vestibular stimmi belgisi hisoblanadi. U shunaqa o'zini o'q atrofida aylanib, o'zini o'zi tinchlantirishga, vestibular apparatidagi nagruzkani bosishga harakat qiladi. Keyingisi bu vokalizatsiyalar. Juda ham ko'p kichkina erta yoshdagi bolalarimizda, ayniqsa 2-3 yoshdagi bolalarimizda vokalizatsiyalarni kuzatamiz. Ular har xil ovoz chiqaradi, ashulalar aytadi, ya'ni ashula aytayotganga o'xshaydi. Bu shu ovozlar orqali yana takrorlayman, o'zini tinchlantirishga harakat qiladi. Keyingisi bu taktil. Ko'p autizm spektridagi bolalarimizni ko'ramiz. Taktil sezuvchanligi juda ham baland yoki juda ham past. Siz uni quchoqlasangiz yoki deylik, qo'ldan ushlamoqchi bo'lsangiz, boshini silamoqchi bo'lsangiz, kuchli reaksiya berib yuboradi. Hozir shu joyda men o'zimning tajribamda bo'lgan, juda ham qo'pol qilgan xatoyim haqida gapirib beraman. Agar siz logoped bo'lsangiz, oxirigacha eshiting, balki sizda ham shunday holat bo'lgan bo'lishi mumkin.
Xullas, yosh mutaxassisman. Ish boshlaganimga juda ham ko'p vaqt bo'lmadi. Bir kun ustozim konsultatsiyaga "Muslima, siz ham kiring, yonimda o'tirib kuzatasiz" dedilar. Bola o'tiribdi, mashina o'ynab o'tirgan edi. Men uni endi yaxshi logopedman-ku, ona, ota o'tiribdi. Bolani kelib shunda orqasidan mashinani ushab, u bilan o'ynamoqchi bo'ldim. Endi shu joyda bolani reaksiyasini ko'rsangiz, o'zini orqaga otib yig'lashni boshladi-yu. Endi yurak tugadi-ku. Nima qilib qo'ydim? Onani oldida parod sharmanda bo'ldim deb, ammo вообще shunaqa meni ichimda stress bo'lgan. Chunki bola o'zini otgan. Isterikaga tushgan. O'sha payt biz bir 5 minut uni tinchlantira olmaganmiz. Yetmaganiga men уже u yoqda nima qilishni bilmaymanmi, qilar ishni qilib qo'yib sekingina chiqib keta qolganman. Shuning uchun menga o'xshab shunaqa xatolar qilishni xohlamasangiz, darrov bola kirib kelishi bilan uni quchoqlashga yoki unga teginishga harakat qilmang. Bola bilan to'g'ri hamkorlik o'rnatish kerak. Hamkorlik o'rnatish haqida men yana keyin sizlarga gapirib beraman. Hozirgi kunda autizm spektridagi bolalarimizni diagnostika qilishni ko'p testlari bor. Agar siz ona bo'lsangiz yoki mutaxassis bo'lsangiz, ularni ba'zilarini umuman internet orqali topib, o'zingiz test qilib ko'rishingiz, savollarga javob berib, o'zingiz bolajoningizda shunaqa bormi, belgilari bormi, shuni analiz qilib ko'rishingiz mumkin. Faqatgina bu mutaxassis nazorati ostida bo'lishi kerak. Albattaki, bu belgilarni yig'ganingizdan keyin siz o'zingiz uchun xulosa qilib qo'ymang. Bolada autizm ekan, mani bolam tashxisli ekan yoki o'quvchim tashxisli ekan deb darrov chiqib oyisiga bolangiz autist ekan demang. Buning uchun обязательно bolalar psixiatri va nevrologni konsultatsiyasi, ularni yakuniy xulosasi kerak bo'ladi. Demak, birinchisi MCHAT-R testi. Bu test ko'proq ota-onalar uchun yo'naltirilgan va mutaxassis yordamida yakuniy xulosalar olinadi. Ikkinchisi STAT testi. Bu erta yoshdagi va o'rta yoshdagi bolalarda imенно shunaqa buzilishlar bormi, ras elementlari bormi, yo'qmi, shuni aniqlaydigan test hisoblanadi. Bu ham ota-onalar va mutaxassislar uchun mo'ljallangan. Uchinchisi bu CBC-DP Infant Toddler Checklist hisoblanadi. Bu 6 oylikdan boshlab 2 yoshgacha bo'lgan bolalarni test qilish turi hisoblanadi. Bu orqali biza bu eng erta skrining hisoblanadi. Eng kichkintoy bolalarimizni aynan shu test orqali biza skrining qilishimiz mumkin. Albatta eslatib o'taman, mutaxassis nazorati ostida. Nima uchun bunaqangi erta diagnostika juda ham muhim hisoblanadi? Sababi biz bolajonni qancha erta diagnostika qilsak, shuncha boladagi muammoga erta yechim bera olamiz. Bola tug'ilgandanoq deylik 3 oy, 4 oy, 5 yoki 6 oyligida shunaqa orqada qolishlik kuzatildi. O'ziga xos rivojlanish kuzatildimi? Biz unga yakuniy tashxis qo'yilishini kutmasdan erta aralashuvga murojaat qilishimiz kerak. Sababi bu davrda bolani markaziy nerv tizimini yuqori neyroplastiklik holati kuzatiladi. Ya'ni u gubkadagi. Qancha biz erta boshlasak, shuncha biz uni erta holatini yengillashtirishimiz, muloqotini yaxshilashimiz va inklyuziv ta'limga yoki oddiy ommabop bog'chalarga, ommaviy bog'chalarga, maktablarga chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Shu bilan birga Amerika pediatrlar assotsiatsiyasi shuni ta'kidlab aytadiki, rivojlanishdan shubha tug'ilganda yordamni tashxis yakunlanishini kutmasdan boshlash maqsadga muvofiq bo'lishi mumkin. Chunki erta qo'llab-quvvatlash ko'plab rivojlanish ko'nikmalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu yuqorida aytgan gaplarim. Xo'p, endi siz bilan o'sha bolalarni robot qilib qo'yadi degan noto'g'ri fikrga ega bo'lgan metodika haqida gaplashamiz. ABA terapiya. ABA terapiya aslida nima? Va rostdan ham bu metodika bolani robot qilib qo'yadimi? Shu savol juda ham ko'p ota-onalar, hattoki mutaxassislar orasida ham bor ekan. Agar bolani jetonga o'rgatsa, bola robot bo'lib qoladi yoki PEKSga kiritsa, bola boshqa hech qachon gaplasha olmaydi degan noto'g'ri fikrlar yuradi. ABA terapiya bu bolani xulq-atvor, prikladnoy analiz поведения deyiladi, ya'ni xulq-atvor tahlili. Biz bolani biror bir xulqini, deylik, bola o'zini tishlaydi. Ana shu xulqini nima sababdan qilayotganini aniqlaymiz. Bu xulqning sababi nima? Nimaga o'zini tishlayapti? Darsdan qochish uchunmi, qorni ochdi ovqat yeyish uchunmi, chanqadi suv ichish uchunmi yoki isib ketdi oynani oching demoqchimi? Qaysi maqsadda, ya'ni bu xulqning funksiyasi nimaligini aniqlash uchun ABA terapiya bizga kerak. Va shu xulqning funksiyasini aniqlaganimizdan keyin mana shu nobop xulqni oddiy ijtimoiy norma xulqqa almashtirish, korreksiyalash va bolani ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirishga
xizmat qiladigan metodika hisoblanadi. Bu orqali siz farzandingizni robot qilib qo'ymaysiz. Bu orqali aksincha farzandingizni o'yin faoliyatini rivojlantirasiz. Hozir esa aynan nimalarga foyda ekanligi haqida batafsil gapirib beraman. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta like bosib, bizga obuna bo'lishni unutmang. Demak, ABA terapiya birinchi o'rinda kommunikatsiyani shakllantirishga yordam beradi. Bu bolada ber ko'nikmasini, so'rash ko'nikmasini, muloqotda tashabbus ko'rsatish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Juda ham muhim hisoblanadi. Ikkinchisi, bilamiz, autizm spektridagi bolalarda yuqorida aytganimdek o'yin faoliyati cheklangan. Ular o'zi o'ynab o'tirishni yaxshi ko'radi, o'zini olamida, oddiy tilda aytganda. Lekin biz buni buzishimiz kerak. U faqat ballonni teskari aylantirib o'ynab o'tiravermaydi-ku yoki o'yinchoqlarni qator yig'ib o'tiravermaydi-ku. U sog'lom bolalardagi birgalikda o'ynashni, syujetli o'yinlar o'ynashni, hamkorlikda o'ynashni o'rganish kerak. ABA terapiyani ham maqsadi shu, undagi o'yin faoliyatini shakllantirish. Keyingisi bu o'qish. Bilamiz, akademik bilimlar juda ham muhim. Yuqorida aytganimdek, agar bola yengil darajada bo'lsa, biz bu bolani maksimal jamiyatga qo'shishimiz kerak. Unga hunar, kasb o'rgatishimiz kerak. ABA terapiya ham aynan shu narsalar ustida ishlaydi. Keyingisi bu mustaqillikni shakllantiradi. Bola har doim faqat oyisi yoki faqat adasi bilan yuravermaydi yoki faqatgina o'sha bolaga mas'ul shaxs, deylik, buvisi bilan har doim faqat buvisiga o'rgangan, faqat buvisi bo'lsa ko'chada tinch avtobusda o'qishga borib keladi, buvisi bo'lmasa bo'ldi. Shunaqa narsa bo'lmasligi uchun biz bolada mustaqillikni shakllantirishimiz uchun ABA terapiyadan foydalanamiz. Keyingisi bu ijtimoiy ko'nikmalar. Yuqorida aytganimdek, avtobusda borib kelish, rakvinani oldiga borib qo'lini yuvish, jamoat joylaridan foydalanish, kafega kirib menyuni olib o'zi ovqat tanlash ham bu oddiy ijtimoiy hayotni bir qismi hisoblanadi. Bu bola har doim 5 yoshli bo'lib qolavermaydi. Har doim ham shunaqa kichkina va doim uni oldida kimdir yashaydigan, doim kimdir u bilan birga yuradigan bo'lmaydi. Shuning uchun biz bu bolalarimizni maksimal ijtimoiylashtirishimiz kerak. Pedagoglarni va onalarni, ota-onalarning maqsadi ham aynan shu. ABA orqali biz bolani ijtimoiylashishini shakllantiramiz. Oxirgi va eng muhimi bu muammoli xulqni korreksiya qilish. Boya aytganimdek, o'zini tishlashi, o'zini urishi yoki atrofdagilarga zarar keltiradigan biror xulqi bo'lsa, biz mana shu xulqni korreksiya qilishimiz va shu xulq o'rniga ijtimoiy maqbul xulqni shakllantirishimiz kerak bo'ladi. Va ABA terapiyani ham maqsadlari aynan shu hisoblanadi. Ana endi ABA terapist autizmda yagona va bitta mutaxassis emas yoki logoped defektolog bu bolalarni yagona mutaxassisi emas. Bu bolalarga multiple dispenser kerak, ya'ni kompleks yondashuv kerak. Hech qachon bitta specialist yoki bitta nevrolog lecheniasi bilan bola yaxshi bo'lib qoldi, tashxisdan chiqib ketdi degani emas. Har doim kompleks yondashuv ahamiyatga ega. Demak, birinchi o'rinda bu bolalar psixiatri. Psixiatr nazoratida bo'lishi. Psixiatr deganda qo'rqib ketish shart emas. Bu qanaqadir qo'rqinchli mutaxassis emas. Bor yo'g'i bolani o'sha psixik holatini to'g'ri baholab va to'g'ri kerakli medikamentoz lecheniyani yozib beradigan specialist hisoblanadi. Keyingisi esa bolalar nevrologi. Bu ham juda ham muhim, chunki autizm spektrida qo'shilib epilepsiya yoki nevrologik qandaydir muammolar kelishi mumkin. Aynan shularni biz nevrolog yordami bilan bartaraf qila olamiz. Keyingisi ABA terapist bu xulqni, boladagi nobob xulqni korreksiya qilish va yangi ko'nikmalarni shakllantirish uchun muhim mutaxassis hisoblanadi. Keyingisi defektolog, albatta logoped defektologlar bolani nutqi va undagi akademik bilimlar, bilish jarayonlari, kognitiv jarayonlarni rivojlantiradigan mutaxassis hisoblanadi va eng oxirgisi bu bolalar psixologi. Agar bolajon bizga katta yoshda kelsa, 6, 7, 8 yosh bo'lsa yoki o'smir yoshda keladigan bo'lsa, biz albatta bolalar psixologini korreksion ishga qo'shishimiz kerak. Bu bolajonni ichki dunyosida nima ketayotganini aniqlash va unga kompleks yordam berish maqsadida. Mana endi aziz mutaxassislar va onajonlar, biz darsimizni, bugungi videomizni kulminatsion joyiga yetib keldik. Bu mana xudo xolasa yaqin kunlarda start oladigan differensial diagnostika kursim haqida gaplashamiz. Bu kursimiz kim uchun, ya'ni mutaxassislar uchun ko'proq o'z ustida ishlab, bilimlarini yengilab, diagnostikasini yaxshilab, yangi darajaga chiqmoqchi bo'lgan mutaxassislar uchun. Agar siz defektolog, logoped, bolalar bilan ishlaydigan mutaxassis bo'lsangiz, unda videoni oxirigacha ko'ring, kursni to'liq tushuntirib o'taman. Demak, kursimiz 6 moduldan iborat. Siz bilan 37 ta darsni birgalikda o'tamiz. Shu bilan birga bu onlayn kursimizda siz kurator nazorati ostida bo'lasiz. Shunchaki ha, kursni sotib oldim, bo'sh vaqtim bo'lganda ko'rib qo'yaman emas. Siz обязательно uyga vazifalarni bajarishingiz va ish jarayonida o'sib borishingiz muhim. Shu bilan birga onlayn bo'lishiga qaramasdan kursimizda offlayn uchrashuvlar, Zoom suhbatlar o'z ichiga kiradi. Siz men bilan bevosita suhbatda va meni kuratorligim ostida bo'lasiz.
Eng muhim joyi, kurs quruq ma'lumotlardan, nazariyadan iborat emas. Siz amaliyotni ko'rasiz. Amaliy bolalarda diagnostika o'tkazishni, diagnostika o'tkazgandan keyin korreksion dars tuzishni, dars dasturini tuzishni va har bitta bolani individual holatidan kelib chiqib, bola uchun eng optimal, tez natija beradigan korreksion marshrut tuzishni o'rganasiz. Va buni barchasini men amaliyotda sizga ko'rsatib beraman. Amaliy darsliklar ichiga kiritilgan. Ekraningizda kursni 6 ta moduldan iborat dasturini ko'rishingiz mumkin. Demak, 6 ta modul ichida biz turli tashxislarga to'xtalib o'tamiz. Tashxislarni chuqur o'rganib, ularni differensiatsiya qilishni, bir-biridan ajratishni o'rganamiz. Va eng muhimi, kurs so'ngida tantanali ravishda bitiruvni amalga oshirib, sizga bir emas, 2 ta sertifikat taqdim etiladi. Nimaga bunday ekanligi va qanday bonuslar mavjud ekanligini siz video tagidagi havola orqali bilishingiz mumkin. Video opisaniyasida qoldirilgan havola orqali ro'yxatdan o'ting va biz sizga aloqaga chiqamiz.